Bugun 18 may kuni kontent tayyorlash markazida Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2025-yildagi serqara siyosiy faoliyatiga bag'ishlangan Yurt qayg'usida 365 kitobi taqdimoti bo'lib o'tmoqda. Tadbirda ijodkor ziyolilar, jamoat arboblari, ommaviy axborot vositalari vakillari hamda keng jamoatchilik ishtirok etmoqda. Asarda yurtboshimiz tomonidan 2025-yilda amalga oshirilgan islohotlar mazmun mohiyati fotolavhalar, qisqa sharhlar va tahliliy materiallar orqali yoritilgan. Kitobda aks ettirilgan har bir voqea yangi O'zbekiston taraqqiyotining muhim bosqichlarini ifoda etadi. Bu kitob o'zgacha kitob. Nima uchun? Sababi yurt qayg'usida 365 kun. Hurmatli Prezidentimiz 2025-yili yil davomidagi faoliyati haqida chop etilgan kitob. Bilasizmi, bu siyosatda yillar, davrlar o'tadi. Mana shunday kitoblarni qadri oshib boradi. Nima uchun? Shu kitoblar, fundamental bunday kitoblar haqida siz 50-60 yildan keyin hozir yangi O'zbekiston islohotiga baho bera olasiz. Va hech ikkilanmay aytishimiz mumkinki, baho berilganidan bitta baho beriladi. Bu ijtimoiy, iqtisodiy hamma sohada islohotlar parallel olib borilgan. Siz bu kitobni varaqlab ko'rishingiz mumkinki, yadrosida inson qadri uchun turibdi. Ya'ni hurmatli Prezidentimiz bugun yangi O'zbekistonda o'sha siyosiy arxitektor sifatida jamiyatni, xalqni, yangidan millatni quryapti. Ya'ni bu millat milliy g'ururi bor, milliy iftixori bor va ertangi kunga ishonadigan yangi ma'rifatli millat paydo bo'lyapti. Va yillar o'tadi. Shunday aytasiz, mana millat qachon shakllanadi, qachonki jipislashsa, davlat islohotlari faqat qog'ozda emas, amaldagina xalq ko'rsa, shunda millat paydo bo'ladi. O'ylaymanki, bu kitoblar yillar o'tadi, buni har yilgisini biz ko'rsatib borishimiz kerak. Chunki ilmiy ish qilayotganlarga, siz kabi jurnalistlarga ertaga misollar keltirganda, taqqoslaganda bu manbalar juda muhim. Bu manbalardan iborat kitob. Mazkur to'plam nafaqat yil yakunlarini aks ettiruvchi nashr, balki siyosatshunoslar, tadqiqotchilar, jurnalistlar, talabalar va keng kitobxonlar ommasi uchun ham muhim manba vazifasini o'taydi. Biz muhtaram Prezidentimizni faoliyati haqida gapirganda, umuman O'zbekistonda keng ko'lamli tarixiy islohotlarni amalga oshirishdagi samaralar haqida gapirganda ilk bor, birinchi marta degan so'zlarni ko'p ishlatyapmiz. Chunki mana o'zingiz e'tibor qarating. 2025-yilda ilk bor yalpi ichki mahsulotimiz 145 milliard dollardan oshdi. Bu ilgari bizga orzu edi. Yana bir tomoni oltin valyuta zaxiralarimiz ham 60 milliarddan oshdi. Bu ham tarixiy natija. Shu bilan birgalikda 5 milliondan ziyod aholi doimiy daromad manbalariga ega bo'ldi va mana mamlakatimizda ishsizlik darajasi juda pasaydi. Aytaylik, o'tgan davr mobaynida 5,5% bo'lgan bo'lsa, 25-yil yakunlari bo'yicha 4,9% ga tushdi. Bu ham tarixiy natija. Yana kambag'allikni qisqartirish bo'yicha 25-yil yakunlari bo'yicha yangi O'zbekistonning modeli yaratildi deyish mumkin. Chunki mana shu o'tgan davr mobaynida qariyb kambag'allik darajasi bizda qariyb 9% bo'lgan bo'lsa, o'tgan yili bu 5,8% gacha tushirildi. Bu ham juda katta natija. Bundan tashqari ilk bor 1435 ta mahalla kambag'allikdan xoli hududga aylantirildi. Bu ham tarixiy natija. Shu bilan birgalikda O'zbekistonning xalqaro maydondagi obro'yi, nufuzi oshganligini alohida e'tirof etish lozim. Shularni ham hisobga olgan holda mana shu yurt qayg'usida 365 kun muhtaram Prezidentimizning butun dunyoga namuna bo'ladigan, butun xalqimizning farovonligini, yurtimizni taraqqiyoti yo'lidagi ibratli faoliyatini biz aynan 2025-yilni 2025-yil misolida alohida jamladik. Tadbirda so'zga chiqqanlar ta'kidlaganidek, Yurt qayg'usida 365 kun kitobi nafaqat bir yillik siyosiy jarayonlar xronikasi, balki yangi O'zbekiston taraqqiyoti, islohotlar surati va mamlakatning yangi qiyofasini o'zida mujassam etgan muhim tarixiy manba sifatida ahamiyat kasb etadi.